6 noyabr 2025 yil soat 21:45 da Sevimli TV orqali efirga uzatiladigan Rangsiz gullar 68 qism yana tomoshabinlarni his-tuyg'ularga to'la olamga olib kiradi. Bu sana ko'p sonli muxlislar uchun kutilgan voqea, chunki yangi bo'lim hayotning rangsiz sahifalarini yana bir bor yurak orqali his ettiradi. Rangsiz gullar bu faqatgina serial emas, balki yurakdagi iztirob, muhabbat va sadoqat haqida yozilgan jonli doston. Har bir sahna, har bir so'z hayotiy ma'noga ega. Qahramonlarning ko'zidagi o'g'riq, dillardagi sokin umid tomoshabinni befarq qoldirmaydi. 68 qismda voqealar yangi burilish oladi, taqdirlar kesishadi, sinovlar kuchayadi. Ammo bu safar ham serial o'zining iliq ruhi, samimiy tuyg'ulari va umid baxsh etuvchi ohangi bilan yuraklarni zabt etadi. Rangsiz gullar bizga shuni eslatadi: hayotdagi eng rangsiz gul ham mehr bilan sug'orilsa, yana gullaydi.